Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlarga PUBG'da ayimni kuchaytirish uchun 5 ta top maslahatlarini berib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxiridagini faqat topni demerlar ishlatadi. Men birinchi marta gapirib videoga olyapman. Kamchiliklar uchun oldindan uzr. Qani bo'lmasam ketdik. Nastroykaga kiramiz va nishonga olishda yordamni o'chirib qo'yamiz. Agar bu funksiyani yoqadigan bo'lsak, dushmanimizning boshiga tegish ehtimolini kamaytiradi. Nastroykaga kiramiz. Siltovchi sezuvchanlikni 100 ga qo'yib qo'yamiz. Birinchi shaxsni ham, uchinchi shaxsni esa 80 ga tushirib qo'yamiz. Grafikani ham xuddi men ko'rsatganimdek qilib qo'ying. Super ravon, ekstremal, klassik, normal 80 ga tushirib qo'yamiz yorug'likni. Faolsizlantirish, quvvat tejashni ham faolsizlantirish qilib qo'yamiz. Va nihoyat eng oxirgisiga navbat keldi. Horizontal surishni tezlashuvini o'chirib qo'yamiz. Bu funksiyani o'chirib qo'yishni shaxsan Temurning o'zi ham aytgan. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like va obunani bosib keting.